Standa 32 min vat var. Şuna göre en birinci men şakırgan vaqtda bütün bizning rayon boshliqlarini chaqiruv yasadik endi. Тем более bizning Avul xo'jaligi ministrligi boshlig'lari ham bizning rayonda ularning upravleniyalar bor, idoralar. Shunga ko'ra bugungi kunda Yutazida, Barulada, Oznaqayda, Kamskuyda ularni qaraylar. Shunga ko'ra bu bizning respublik ko'lamidagi zo'r bayram, top bayrami. Lekin o'rni bo'yicha u Orshada qirlaydi. Shunga ko'ra bu zo'r distansiyalarga sho'ba bo'yicha bizning otlar bor. Shunga ko'ra anda endi hozir yapılarga ketdik. Ko'pincha biz avul yigitlari bo'lgan shu соревнованияларга keladilar deb o'ylab turamiz. Shunga ko'ra men 3-kun bo'ldim Baltaşdan yetakchisi aytdi, biz ish otni azarlab fermerlar bilan jiberamiz dedi. Shunga ko'ra birinchidan bütün rayonlar qatnashchilar biz bek shod bo'lamiz. Lekin bu соревнование bitgandan so'ng biz shu zayiqlarni qarab, agarda rayonlarda qatnashuvchilar bo'lsa, biz ular bilan do'stlarcha kelishib, narsa bo'ldi, narsa yaşamadı, otlarim bor yo'qmi, yigitlari yo'qmi, ularning talablari yo'qmi deb bilamiz. Ikkinchi yilga endi bu yarışda bizning 45 munisipal rayon ham shahar, ikisi Qozon bilan Chorli, shunga ko'ra 43 rayon. Bu yil bo'lmasa da ikkinchi yilga butun 43 rayonda o'zlarining otlari yigitlari bilan shu Tatarning eng botir bayramlari bo'lashar, shu ot kunini kelib yoshlarda qatnashadilar deyishadi. Uzun distansiyalarga borganda aytamizda 40 kilometr ham 80 kilometr deb aytamiz. 40 kilometrga 400 ming priz bo'ladi, 80 kilometrga 500 ming priz. Shu vaqtda aytamiz endi chista kuroklar ham bol kuroklar deb, ular distansiyalar bo'yicha bo'lashar 70-50 ming priz. Hem avul otlari şabışlarında 100 ming priz, arba bilan şabı vaqtında 100 ming priz, hem mana kimlar otga zbroyalar, hem arbalar, şonalar yasay turganda bizanda zo'r ko'rgazma yasaymiz. Shu ko'rgazmada 10 priz kiritamiz, har bir priz 10 ming so'm bo'ladi. Hem aytasim kerak endi bunda shu ot chabishdan boshqa ko'pgina konsert programma, kultura programmalar bilan yarmarka bo'lashar. Shunga ko'ra otlarda bolalarga, ularga chavish mumkinliklari berishadi. Shunga ko'ra bizning uyushtiruv bo'yicha, ham yo'l bo'yicha Orshada To'qayning tug'an yerida Qirlayda respublika Rossiya ko'lamida shunday motor ot bayrami kelishadi.